Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Bek Avto ko'rishib turganimdan baqoyatda xursandman. Kamina Asadbek. Bugungi mehmonimiz do'stlar Vaz 2106 Jiguli mashinasi. Buni polni kraska qilishimiz kerak, tayyorlashimiz kerak. Ko'rib turganlaringdek ahvoli sal og'irroq. Вообще dabdala. O'zlari yechib tayyorlab olib kelgan. Buni opsi kraskasini bir tozalamasa вообще rasi bo'lgan. Hech hamma joyi ishqib dabdala. Ko'rsalaring вообще kraskalar reaksiya berib qolgan, oldin kraska sepilgan, sinib qolgan, qandaydir bir anchiqa bo'libdi, вообще dabdala bo'libdi. Nasib bo'lsa buni inshaalloh chiroyli qilib berishimiz kerak, Xudo xolasa. Yani hamma joyiga ishi bor. Ishi yo'q joyda o'zi yo'q. Hamma joyiga ishi bor. Hamma joyi dabdala, вообще faqat mingan bo'ldi, boshqa hech nima qilmagan bu mo'jinga. Avvalgi kraska sepilgani ham reaksiya berib qolgan, shunday. Nima qilgan? Haydab yurgan shunday. Shu ahvoliga. Hamma joyiga ishi bor ish qilib. İşi bor, ancha ishi bor. Inshaalloh nasib bo'lsa buni chiroyli qilib chiqamiz. Ko'rib turganlaringdek anchagina ishi bor. Mana killolarni shpakilovkasi ko'ryapsizlar, вообще qalin urilgan. Shunday umuman mana kraskalari sinib o'tibdi. Mana ko'rib reaksiya bergan polni. Buni inshaalloh bunday silifka bilan tozalab chiroyli qilib chiqamiz, Xudo xolasa. Tozalab kraskasini bir boshdan tozalamasak вообще sharmanda. Mana chirigan teshiklarni buni yamab chiqamiz hammasini. Yamab planka qo'yib chiqamiz. Mana bu eshik ham bor. Hamma joyiga ishi bor. Mana kraskalari singan, reaksiya bergan, reaksiya berish hisobidan sinadi bu. O'zidan o'zi sinmaydi. Paroglarni ichkari kiryapti, bularni chiqarib to'g'rilab inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa kuzatishda davom eting. Shpakilovkalar yorilyapti. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Klass bo'lishda, kommentariya yozishda hech esingizdan chiqarmang. Savollar bo'lsa bemalol kommentga yozaveringlar. Hech qanaqa muammosi yo'q. Javob berishga harakat qilaman. Iloji boricha harakat qilaman javob berishga. Qonunda boshladik, inshaalloh ishimizni barobarini bersin. Mana do'stlar, paroglarni chiqarib to'g'rilab oldik, spotterga tortib hammasini. Ko'rib turganlaringda hammasi chiqdi, zakondan Xudo xolasa. Endi bu yog'ini kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa hammasi zakonda bo'ladi. Mana do'stlar, tortib chiqdik hammasini. Endi Xudo xolasa kraskasini tozalashga harakat qilamiz. Mana do'stlar, ko'rganlaringda manaki kraska hamma joyi singan. Buni hech qanday ustidan hech ish qilmaydi. Bunga gruntovka, jitki shpakilovka bu narsa sepsangiz, вообще rasob reaksiya berib, вообще rasob qoladi. O'sha uchun buni kraskasini tozalamasak hech iloji yo'q buni. Krejalar вообще sharmanda, hamma joyi mana shunday yo'rilgan, hamma joyi singan. Iloji yo'q, endi qilib berishimiz kerak. Bo'yini olganmiz. Inshaalloh omadimiz bersa, Xudo xolasa chiroyli chiqadi. Kuzatishda davom etinglar. Mana do'stlar, silifkamizni surtib oldik hamma joyiga. Mana qo'parib tashlayapti hamma joyini. Endi bir boshdan tozalab ketishimiz kerak. Mana ko'ryapsizlar, hamma joyini уже vijirdat talagan, уже qo'paryapti kraskalarni.
Endi surtmasak iloji yo'q edi buni. Buni kraskasini tozalamasak hech iloji yo'q. Buni shunday tayyorlab bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Ustidan ishlov berasiz, qancha ishlov bersangiz shuncha rasso'yib ketaveradi. Kuzatishda davom etinglar do'stlar. Hammasi zo'r bo'ladi. Qanunda endi qirib bir boshdan ketaveramiz. Spatelli olamiz, tozalaymiz hammasini. Tozalamasak bo'lmaydi, iloji yo'q uni. Endi bir boshdan qiramiz. Qanunda boshladik. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringda mana Jiguli yarimi og'irligi mana shuda, tushdi pastga. Jiguli 1 tonna bo'lsa, 1 tonna 500 kg mana shu bo'libdi. Shuncha musor Jigulimizdan tushdi. Uni mana ko'rib turganlaringda buyog'ini tozalab, endi shukurka qilib ketkizamiz. U silifga ham ololmadi. Iloji boricha tozaladik. Hamma kraskasini mana ko'rib turganlaringda ozgina bo'lsa ham toza bo'ldi. Ozgina emas, ancha toza bo'ldi. Ko'rganlaringda ko'ryapsizlar qancha musor tushyapti. Uni mana qirib tayyorladik. 50 kilolar sepilganda, qayta ustidan sepilavergan, shunday qalin bo'lib ketgan kraska. Endi uni ikki qavatlari olindi menimcha. Ko'p joyi ancha temirlari chiqib qoldi. Endi shpagilovka yegan joylari iloji yo'q, uni shpagilovkani qo'para olmaydi. Mana ko'rganlaringda temiri ancha chiqdi. Keyin radnoy kraskasi avvalgi birinchi kraskalari 5 siloylarni tozaladik. Qolgani mana shu yana bir 5 siloylar bor. Ana endi inshaalloh shukurka qilib, polni tozalab, shpagilovka qilib tayyorlaymiz. Mana do'stlar, polni shukurka qilib chiqdik. Polni hamma joyini shukurka qilib ko'rganlaringda mashinka bilan polni olib chiqdik. Iloji yo'q edi, uni boshqa yo'li yo'q edi. Mashinka bilan olmasa agar, qo'l bilan olaman desa agar ko'p mehnat qilish kerak. Ko'p qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun mashinka bilan bir polni shukurka qilib chiqdik. Endi shpagilovka qilib tayyorlab chiqamiz bir boshdan inshaalloh. Eshiklarda bir ikkita chirigan joylari bor, o'shalarida yamab chiqsak, hammasi zakonni bo'ladi. Keyin shpagilovkani urib, shpagilovkani sepamiz. Men krillolar ham yaltillab qoldi. Ko'rganlaringda mana ki krillosi toza bo'ldi ancha. Shpagilovka ham ko'p ekan, endi eski mashin shuda. Iloji yo'q u narsani. Eski mashin bo'lgandan keyin shunaqa
kimgadir eski mashin bo'lsa ham qadrlida. O'sha uchun tayyorlaydi, qildiradi, haydaydi. Kimlardir iloji bo'ladi, iloji yetadi, boshqa mashina almashtiraveradi, yangi mashina oladi. Endi har kim har qanaqa, iloji yo'q. Buni metallomga topshirib bo'lmaydi. Chunki eski bo'lsa ham non topyapti shuni ustidan. O'sha uchun eskimi, yangimi hammasini barobarni bersin. O'shanaqa gaplar. Hamma joyi toza bo'ldi ancha. Orqa panellarimiz almashgan ekan. Qirdik. Buni yana baribir shukurga qilinadi. Old shukurga qilinmadi panellar. Mana do'stlar, shpakilovkamizni tutib oldik. Har doimgidek yashil shpakilovka. Ko'p ham yemadi, mana ko'pchilar ko'p joy shpakilovka yegan, lekin yemasa ham bo'ladi-da. Shunday urib o'rgan, qalin, uje kraska nimalar qalin bo'lib ketgandan keyin iloji yo'q. Mana kapotlar ustiga ham ko'p urilgan, uni ustidan yana urilgan, uni ustidan urilgan, shunday pol tozaladi ilojsiz. Mana iloji boricha endi kamroq yeydi. Endi inshaalloh mana kapot ichi, buni ham tozalab, temirni chiqarishimiz kerak. Bu ham ichlari ham reaksiya beryapti. Biz ishlarni qilish niyati yo'q edi. Kraska sepmaslik kerak edi o'zi aytganda. Keyin yana uje iloji yo'qda buni ichiga ham sepmasa bo'lmaydi. Hamma joyi rasvo. O'sha uchun kapotlar ichini ham, eshiklar ichini ham hozir tayyorlab birdan sepamiz. Mana boshladik, tozalaylik. Mana do'stlar, kapot ichini temiri chiqdi, tozalab chiqdik. Qo'ldan kelguncha, iloji boricha juguli bo'lsa ham mashin chiroyli chiqsa, baribir yaxshi. O'sha uchun harakat qilasiz, baribir chiroyli bo'lsin, chiroyli qilsin, chiroyli bo'lsin, chiroyli chiqsin. Nima desam bo'ladi? Iloji boricha halol bo'lsin degan niyatga ishlanadi. Halollik baribir yaxshi. Mana do'stlar, mana shu eshigimizda teshiklari, dirkalari o'shani endi yamab chiroyli olib chiqishimiz kerak. Svarka qilib qo'yib mana qo'yilgan tepaga plankacha o'shani svarka qilib chiroyli qilib chiqish kerak. Mana do'stlar, birinchi jitki shpakilovka bu, gruntovka emas. Jitki shpakilovka sepdik. Bu jitki shpakilovka sepmasak iloji yo'q-da. Buni hech bitta gruntovka bilan chiqarish qiyin. O'sha uchun ham yuqalashib qoldi. O'sha uchun birinchi bitta jitki shpakilovka sepdik. Endi inshaalloh gruntovka sepamiz. Xudo xolasa undan keyin kraska sepamiz. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana polni jitki shpakilovka sepdik. Jitki sepmasa iloji yo'q uni. Polni qilinyapti-ku, jitkisiz chiqmaydi. Yaxshi. O'sha uchun birinchi jitki sepdik. Mana do'stlar, gruntovka sepib kraskaga tayyorladik. Inshaalloh endi kraskasini sepamiz. Uzr, gruntovkani sepilganini ko'rsata olmadik. Nima? Esdan chiqqani uchun. Boshqa narsa uchun emas, esdan chiqib ketgan. O'zi jugulni tushirish nima vaziyatda ham tushiryapmiz-da. O'sha esdan chiqib ketdi. O'sha uchun uzr so'raymiz. Mana gruntovka sepilib endi inshaalloh kraska sepamiz. Xudo xolasa kraska sepib keyin egasiga topshiramiz. Mana ki polni tayyor bo'lgan hamma joyi, kapotlar ichi hamma joyi kraskaga tayyor. Bitta kraska sepamiz. Xudo xolasa o'xshab qoladi. Mana ust tomoni, mana shu ko'rganlaring Jiguli mashinasi. Kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh chiroyli bo'ladi.
Mana do'stlar, yugulimizga ham kraska sepib bo'ldik. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Endi bitta yarim bar beayb Parvardigor. Ayb bo'ladi, bari bitta yarim kamchilik bo'ladi. Chunki yugulimiz ham fonli yangi qo'ygani yo'q. Hammasini o'zini yasab chiqdik ilojsizlikdan. Ilojsizlikdan o'z yuguli minadi birinchidan. Hamma ham nima emas, zo'r emas. Endi iloji boricha kim qanday nimaga qurbi yetsa agar o'shada. O'sha uchun kamchiliklar bo'lsa agar uzr. Bitta yarim valnalar bo'lishi mumkin. U yo'qotish qiyin masalada. O'sha uchun yangi bo'lsa, yangi qo'ysangiz u hech narsa qilinmaydi. Shunday tayyorlaysiz, bitta yarim joy yangi ham pachaq keladi. O'sha uchun shunday nima qilasizda, tayyorlab sepib yuborasizda. Endi qo'limizdan kelgani ana shu. Kamchiliklar bo'lsa uzr, sizlardan beayb Parvardigor. Iloji boricha chiroyli chiqishga hamma harakat qiladi. Ichlari, polni mana aka ichlari sepilgan, motor taraf bu. Bitta yarim bar vannacha qoldi. Endi balkim kameraga ko'rinmagandir. Bitta yarim qoldi, ammo bitta mayda juda qolgan. Endi uni yo'qotishga iloji yo'q. Yo'qotsa bo'ladi. Yana boshqatdan qilish kerak. Endi bitta gruntovkani ustidan shunday tayyorlayapman. Ilojsiz bu kontrolni kraska sepilgani yo'q. Shunday bitta kraska sepdim. Endi bu yog'ini o'zlari inshaalloh terib, tayyorlab chiqadi. Buni xarajati kraskasi ichiga, hamma narsasi ichiga yordam uchun men shunday qilib berdim. Kraska hamma narsasi ichiga 4 million so'm bo'ldi. Dogovor, usta haqqi. Kraskalari hamma narsani ichiga qildim. Bu 4 million so'm ichiga endi masalan 3 kilo kraska olasiz. 3 kilo kraska, gruntovka, shpagilovka ko'ryapsiz. Qancha xarajat bo'lyapti. Hamma narsa sotib olinadigan narsa, bepul hech kim bermaydi. Pastda 3 millionni o'ziga xarajat qilib Prosta yordam uchun men o'shani qilib berdim. O'zimga yaqinim edi. O'sha uchun kamchiliklar bo'lsa uzr. Sizlar bilan bek avto bo'ldi. Ko'rishib turganimdan baquvvatdan xursandman. Kuzatayotganlaring uchun rahmat. Klass bosishda, obuna bo'lishda esingizdan chiqarmang. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tez kunlarda yana ko'rishamiz, xudo xohlasa.